Mana sizga haqiqiy tvorojnik retsepti. Mehmon dasturxoniga tayyorlasangiz, maqtovlarni tagida qolasiz. Keyin doim shu retseptdan tayyorlaydigan bo'lasiz. Ishimizni un va saryog'ni kroshka qilib, shakar, 2 tuxum sarig'i, smetana, vanilin, razlixitel qo'shib, yumshoqqina xamir tayyorlab xolodilnikka jo'natamiz. Nachinkasi uchun quruq tvorog ustidan boya qolgan tuxum oqini, vanilin, smetana va limon sedrasini solib, nachinkamizni tayyorlaymiz. Singan xamirlarimizni ikkiga bo'lib, tvorogli nachinkamizni solamiz. Ustiga ham xamirdan yopib, tuxum surib 1 soatga pishirish uchun jo'natamiz. Bu orada chala qolgan ishlarimni bitirib oldim. Bunda meni yordamchim Vileda Turbo Smart shvabralari. Yengil nasadkasini qo'yib, qo'l yetmaydigan joylarni birpasda uzungina vileda bilan tozalab oldim. Doimgidek po'llarim endi yaltirab qoldi. Bitta shunaqasidan olib qo'ying, ancha ishingizni yengillashtiradi. Bu orada yumshoqqina tvorojnik ham tayyor bo'ldi. Eng original retsepti bilan bo'lishdim. Ushbu retsept foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqazmang. Yaqinlaringizga ulashish ham esdan chiqmasin.